Ha, mehnat qilgan elda aziz, o'z faoliyatini vatan taraqqiyoti, jamiyat rivojiga daxldor deb bilgan kishi borki, uning mehnati beiz ketmaydi, e'tiborsiz qolmaydi. Prezidentimizning tegishli farmoni bilan ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Ular orasida surxondaryolik yozuvchi va jurnalist Sarvarbek To'rayev ham bor. Qariyb 20 yildirki, media olamida, turli ommaviy axborot vositalarida samarali ijod qilib kelayotgan, ko'plab kitoblar muallifi, yuzlab shogirdlarni kamolga yetkazgan qahramonimiz Shuhrat medaliga munosib ko'rildi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Mana shu keyingi yillardagi katta o'zgarishlar, media sohasiga qaratilayotgan e'tiborni natijasi o'laroq kichik mehnatlarimiz e'tirof etildi. Ko'z o'ngingda yuz berayotgan voqeliklarni, jarayonlarni ro'y rost, xolis, mas'uliyat bilan so'z aytmaslik va uni yashirish bu zarbof to'nni tuproqqa ko'mgudek gap. So'z erkinligi haqida gap ketganda har bir ijod ahli borki buni his qilib turibdi. Bu bizni o'sha tayyorlayotgan teledasturlarimizda aks etayotganligini ko'rishimiz mumkin. Surxondaryo viloyati teleradiokompaniyasida kompaniyasida ham 2018-yilda katta bir o'zgarish bo'ldi. Davlat rahbarining tashabbusi bilan 50 milliardga yaqin mablag' evaziga mana shu viloyat teleradiokompaniyasi kompaniyasi yangidan rekonstruksiya bo'ldi. Texnik jihozlar olib kelindi. Mamlakatning eng chekka hududlaridan biri bo'lgan Surxondaryodagi ijodiy jamoa mamlakatimizning boshqa hududlaridagi katta festivallarni, sport musobaqalarini, forumlarni, xalqaro anjumanlarni to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatadigan bo'ldi. Biz masalan 10 yil oldin buni tasavvur ham qilmas edikda. Qahramonimiz mehnat faoliyati davomida Termiz davlat universitetida arxeologiya hamda jurnalistika yo'nalishi talabalariga saboq berdi. O'zbekiston yozuvchilar hamda jurnalistlar uyushmasi a'zosi bo'lgan Sarvarbek To'rayev mehnati bugun chin ma'noda qadr topdi. Albatta, o'z o'rnida berilgan bunday rag'bat va e'tirof kishiga yanada shijoat va g'ayrat bag'ishlaydi. 2024-yilda o'sha prezidentimizning alohida bir qarorlari bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimidagi teleradio kanallarga ham, ularning xodimlariga ham alohida bir e'tibor qaratildi va qaror asosida ularning moddiy texnik bazasi qatori ularning maoshlari ham ko'tarildi. Yaratilgan shunday sharoitlardan ruhlanamiz. Biz uchun bu berilgan e'tibor kelajakka bir ishonch va mas'uliyat yuklaydi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mukofotlanganlar orasida turli sohalarda faoliyat yuritayotgan jami 21 nafar surxondaryoliklarning ham borligi yanada quvonarli. Ushbu yuksak e'tirof ularning vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligi yo'lidagi fidokorona mehnati, kasbiy mahorati hamda el-yurt oldidagi munosib xizmatlariga berilgan yuksak bahodir. Bu ular uchun nafaqat yuksak sharaf, balki yangi marralar sari ilhom manbai bo'lishi ham shubhasiz.